Yaxshiliklarni qilavering, chunki yaxshilikning foydasi juda ham katta. Siz uchun yomon bo'lgan odamga ham uni haqqiga insof so'rab, unga yaxshilik tilang. Dilingizni hattoki qattiq og'ritib turgan odamni kechirishingiz ham bu sizga foyda. Ich-ichingizdan bo'ldi, kechirdim deb aytganingiz qalb uchun katta mukofot, yaxshilik qilgan bo'lasiz. Chunki siz uni yomonligiga ichingizdan qarshi bo'lib yashamasdan, mana shu og'ir olib yurgan hislarni qo'yib yuborasiz. Va bu paytda tanangizdagi quvvatingiz faollashishni, ko'payishni boshlaydi. Yaxshiliklar ko'p qilavering, so'zlaringiz bilan, fikrlaringiz bilan bu yaxshiliklar baribir ham qaytib o'zingizga xizmat qiladi. Negaki yaxshilik qilish qalbni yengillashtiradi, ong holatini poklaydi va hayotingizga baraka olib kiradi. Yaxshilik qilish energiya vibratsiyani ham ko'taradi. Energetik nuqtai nazaridan har bitta insonning ichki energiyasi va vibratsiyasi bor. Yaxshilik qilish bu samimiy duo etish, moddiy yaxshilik bo'lishi mumkin, xafalikni kechirish, bu vibratsiyani yuqori darajaga ko'tarib beradi, hayotiy quvvatni oshiradi. Vibratsiya yuqori bo'lganda insonda ijobiy voqealar, imkoniyatlar o'z-o'zidan hayotingizga kirib kelaveradi.